Qo'shtepalik Akramxon Yunusov mis va latin kabi metallarga ishlov berishning havosini olgan. Asosiy vaqtini metallar bilan tillashishga sarflaydi. List holdagi mis va latunga ishlov berib, naqsh solib, turli ijod namunalarini yaratayotgan hunarmand yana ish ustida. Bitta formani shu holatga keltirish uchun mana oddiy list ham doira qilib olinarkan. Doira qilingandan keyin buni endi o'zingiz ko'rib turibsiz. Bitta bolg'a, bitta dupayamiz bor, boshqa hech narsamiz yo'q. Buni o'zingiz fikringizda, o'zingiz fikringiz bilan urib o'sha forma qonni alohida mana qilib, qonnini tumalak qilib shakl keltirar ekansiz. Tayinni mana qilib kengaytirar ekansiz. Keyin bu bo'yniga kelganimizda bo'ynini mana qilib figura chiqarib, mana qilib terib, bir-biriga ulanar ekan. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Akramxon aka eski buyumlar bozorida savdo-sotiq bilan shug'ullanib yurgan kezlari shu hunarga qiziqish paydo bo'lgan. Bozorga kelgan eski mis idishlarini ko'rib, shunday buyumlarni o'zi yasashga qaror qilgan. Buning uchun bir nechta ustalarning oldiga bordim. Aksariyatlari o'rgatgisi kelmadi. Nihoyat Azamxon ismli usta yo'l ko'rsatdi. O'sha ustozimning ko'rsatmalari va o'zimni yurakdan qiziqishim tufayli 3-4 yil ichida mustaqil ravishda ijod namunalarini yarata boshladim, deydi hunarmand. 2 nafar farzandi ham ustaning izidan bormoqda. Shakl berilgan idishlarga naqsh chizish va o'yish, yaltiratib ko'zni quvontiradigan holga keltirish shu ikki azamatning zimmasida. Onam va ayolim biz yasagan buyumlarni joylashtirish uchun maxsus idishlar tayyorlaydi, deb qo'shimcha qiladi Akramxon aka. Biz Akramxon akaning mo'jazgina ko'rgazma muzeyidamiz. Ustaning aytishicha, bu yerdan 15 xildan ortiq ijod namunalari o'rin olgan. Ustaning dong'i Qo'shtepaga ketgan bo'lsa, u tomonidan tayyorlangan oftoba, piyola, patnis, choy idish, ko'za, qumg'on, qozon, samovar kabi bejirim mahsulotlar chet ellarga yetib borgan. Xonadonimizga tez-tez xorijlik sayyohlar tashrif buyurishadi. Asosiy xaridorlarimiz ular. Chet eldan kelgan nufuzli mehmonlarga ham sovg'a tariqasida xarid qilishadi, deydi usta. Qahramonimiz faoliyatida yutuqlar ko'p bo'ldi. Respublika va xalqaro miqyosdagi festivallar, ko'rgazmalarda ishtirok etdi. Davlatimiz rahbarining farmoni bilan shuhrat medaliga loyiq ko'rildi. Shu yutuqlarni ko'rib turib, bu yilga yana g'ayratimiz qo'shilib, har bitta insonda o'zini maqsadi bo'lgani uchun biz ham o'zimizning maqsadimiz bor. Shu hayotda shunday o'tib ketmasdan o'zimizdan biror narsa qoldirish maqsadida, yurtimizga ham bir foydam tegsa degan maqsadda xalq ustasi bo'lish uchun kurashyapmiz. Yasagan mahsulotlarim chet el muzeylaridan o'rin olsa, eng katta orzuyimga erishgan bo'lardim, deydi shuhratli usta. Buning uchun u tinimsiz izlanishda. Islom Nishonov, Shohyor Qayumov, Farg'onadan.